إسلامنا حياتنا حياتنا إسلامنا بشرعه حياتنا حياتنا إسلامنا إسلامنا حياتنا حياتنا إسلامنا بشرعه حياتنا حياتنا إسلامنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetli televizyon köyçi qarindoshlarimiz, bu qatımkı dersimizge yine hoş kipsizlar. Bu qatımkı dersimiz mana 40 hadisninki 45-chi hadisiga keldik. Bu hadisninki asosiy mazmuni haram narsa bilan tijorat qilish, savdo qilish. Mana shar'iy islomda qanday bir narsani haram qilgan bo'lsa, mana shu narsa bilan savdo yoki tijorat qilishniki haram ekanligi ustida bo'ladi. Bu mazmun bu. Biz buningki ustida to'xtalamiz inshaalloh. An Jabir ibn Abdullah radhiyallohu ta'ala anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam amal fathi wa huwa bi Makkah yaqul: inna Allah azza wa jalla wa rasuluhu harrama bay'al khamri wal maytati wal khinziri wal asnami. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. Harracahul Bukhari ve Müslimun. Cabir radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kılındı ki, şuna da ki cezme bu adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den muşu fethini, Mekke'li fethi kan jili Peygamber aleyhissalatu vesselam Mekke'li vakitte Mekke'li fethi kan jili şundak anlığın deydemni. Nime deydi Peygamber sallam? Şu jili Peygamber sallam mana Mekke'li fethi kanjil şuna degan ki, cezmen Allah'ın Resulü mana haraqni, set haraqni, yüz ülüp qalgan narsini, tunguzni ve butlarni setishini haram qildi deydimdi. Allah'ın Resulü. Haram qilgandan bu gapni degandan deyildi. Başqa bir kişiler tarafida Peygamber sallallahu so'rab, ya Rasulullah yüzü ülüp ölgen nesini o setiş, ticaret kılış haramken ama yüzü ülüp kalan nesiniki işçi yağları var. Bunu kandak kılımız. Çünkü bu yağlar bilen biz adette mesela kemini maylayımız ve ondan başka bu iş yağlar bilen terlani başka hayvanata başka bir terla olsa onu maylap onu işletimiz. Şunu da kendi bu hayvan yüzülüp kalan hayvanlık iş yağları bilen adamlar mana bu çırak kılış şu çırakniki yakılğı menbaası olan mana bu yağniki orunda kılıp muşunda çırak yakıdı üyde mundak işledi o bu kandak oludu dedi. Andaki dedi. Digendeki Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki yak mana o haramdır dedi. Digendeki andaki Peygamber aleyhissalatu vesselam
Mene bunu misal keltirip şuna dedi ki Allah Teala Yahudilarını ilak kavassın. Cezmen Allah ulağa hayvanatlarınki iş yerini haram kılan edi. Haram kılandikin bula bu iş yerini iğritti. İğritkendikin onu sattı. Satkandikin şunu ona birge bula bu haram yağdın ibaret olan mene iş yeğininki pulunu mene yedi. Mene muşundak yelişiletip mene muşundak kılan Allah Teala bulan ilak kısın. Sile her gün bundakçı bup kalmanla. Anda oğandikin Allah Teala yüzülüp kalan nesini ilim setim kılıştın ibaret olan bu ticaret ve soğudu kılış haram kısa. O yüzülüp kalan nesini ki hemmesi haram. Onun işyege adam paydalanıtı, ayak işlik, mayak işlik dese bu katli mine bommaydı dep mene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis çok müştah diyen. Bu hadisini İmam Bukhari ve İmam Müslim muşu lafzi bilen, muşu tekst bilen aynen müştahçı rivayet etkan. Endi bu hadisni İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet etkan bolgandikin bu hadisninki sahih ekanligida, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemninki ağzıdan çıqqanligida hech qanday shak shubha yok. Başka muhaddis alimlar bunu rivayet qilibdi deb uni shahid qilib akamiz ahmicho bo'ladi endi. Çünkü İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet kıldı degendikin yetti o hadisninki sahih. Yani Peygamber sallallahu resmi ağzın çıkan ikellikке bu yedidu. Endi şuna bolsa bu hadisni İmam Bukhari ve İmam Müslim muşu telaffuz, muş şekilde rivayet kılan. Endi başka rivayetlerde İmam Bukhari ve Müslim başka sahabelerden başka bir üslup bilen, yani yukarı hadisninki mezmununu bir kadar beytidigan muş şekilde İmam Bukhari ve onun başka muhaddis alimlerimiz şundakçı rivayet kılan. Mene şunu katardan de İmam Bukhari, İmam Müslim yani başka bir vakani bayan kılış arkalık yukarı hadisninki mezmununu okşan alette bir hadis rivayet kılan. Şunu da şuna deydi. İbn Abbas razıyallahu ta'ala onu rivayet kılan bir hadis. Bu yukarı hadis Cabir ibn Abdullah razıyallahu ta'ala onu rivayet kılan bir hadis. Mene İbn Abbas razıyallahu ta'ala şuna deydi. Ömer razıyallahu ta'ala oğa bir adamniki harak satıştan ibaret olan bu ticaret kılmışı o adamga yetip kaldı Ömer razıyallahu ta'ala oğa. Yetip kalgandikin Ömer razıyallahu ta'ala bu adamni qatalahullah ilak kavassun. Ana bu adam mene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Yahudilarını yok kavassun. Ulağa mene hayvanlarınki içki yeğini mene haram kılgan edi. Ola bunu iğritip onundan satkan edi. Mene muşundak kandı. Allah bulağa lanet kılsın dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem digen. Bu adam ma gepni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilmegen miydi bu adam? Dep mene Ömer razıyallahu ta'ala anhu muştahçı digen. Yine bir rivayettendim. Bu yılıkı Yahudilarga muşundak içki yağını haram kısa Allah Teala onu iğritkendikin, onu sattı, satkandikin ulununki pulunu yigen. Bu sebepten Allah Teala bulağa lanet kılsın, yani helak kılsın. Dep ma başka bir rivayette ve ekelu esmanaha digen bu koşumcu sözünü ziyadarak, yani ziyade kılıp yani koşup bunda rivayet kılan bir hadis çok bandı. Endi İmam Abu Davud rahimahullah yüzdeki Sünen Abu Davud diyen kitabıdan mene rivayet kılışça bunu da mene bu İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhu rivayet kılan bir hadis. Bunu da yani her xil yol yani rivayet şekilde muşuna rivayet kılan. Endi bu rivayette yine kalan taraftan asas okşaması mı? Yani bu lafzi cihette, mani cihette okşaş. Ama tövenki kol okşusu mu? Tövenki muşu söz uşukçu band. Yani artık rivayet kan bunu tuluklaş şekilde deyimiz. Bunu da Peygamber sallallahu şuna degen. Cezmen Allah kaçaniki bir şeyini haram kısa Allah onunki pulunu haram kılıdı deydi. Bu hadis yani bu yukarıdaki hadiste bulmuş mu? İmam Abu Davud'unki rivayet kan İbn Abbas radıyallahu ta'ala rivayet kan bir kança yollar bilen rivayet kan bu rivayet kan bu hadiste bu gap bade etemdi. Bu gap bolgandaki bu gapdaki yüzümü meni hadiste bolgan boldu. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meni muşundakçı
degan bo'ldi endi. Endi yana bir rivoyatda yana Imom Buxoriy, Imom Muslimniki Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan bir hadis. Bu hadisda Payg'ambar alayhissalatu vassalam shunday degan: Alloh taolo Yahudilarni helak qilsin. Ularga hayvonotlarniki ichki yig'ini harom qilgan edi. Haram qilgandan keyin ular buni sotdi, setib unincha pulini yedi deydi. Ma'nodamdi iritdi degan gap yo'q. Ma'nodamdi shu yuzini sotdi degan mushda nima rivoyat bo'lamdi. Rivoyat bo'lgandan keyin bu bir-birini asos jihatdan to'liqlaydi. Endi bir rivoyatda Oysha roziyallohu ta'ala anhadan rivoyat qilgan bir hadis. Endi bu yerda üç sahabiniki gapini tutuq. Jabir ibn Abdullah, Ibn Abbas, shuningdek endi mana shuningdek bu yilki boshqa Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhudan iborat üç sahabidan rivoyat qilgan bo'ldi bu hadis. Ya'ni harom narsadan tijorat qilish, savdo qilish harom ekanligida mana bu yine Ayşe raziyallohu ta'ala anhu rivoyat qilgan bir hadis va bu mazmunni kuchlantiradigan. Ayşe raziyallohu ta'ala shuni deydi. Mana Sura Baqarniki oxiri bo'lgan ribo, ya'ni ahallallohul bay'a va harrama riba degan mush Sura Baqarniki oxiridagi bu oyat tushgan vaqt o'zida Payg'ambar alayhissalatu vasallam o'zining ashablarining qashig'iga chiqib, mana bu oyatni ularga o'qib berdi deydi. O'qib bergandan keyin anadagi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bularninki mana aroqda tijorat qilishidan to'sdi buluni deydi. Aroqda tijorat qilib, ilm setim qilib, bunda qisani qat'iy bo'lmaydi deb mushtaqcho degan dedi. Ama İmam Muslimniki bir rivoyatida mana Sura Baqarniki oxiridagi ribo to'g'riliq oyat tushgan vaqt o'zida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masjidga chiqib, bu yerda masjidda mana aroqniki aroqda tijorat qilishniki harom ekanligini e'lon qildi. Ya'ni haromcho qildi deydimdi. Endi İmam Muslimniki bir rivoyatida mana Payg'ambar sallamdan Abu Said radhiyallohu ta'ala rivoyat qilgan bir hadis. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday deydi. Jazman Alloh aroqni harom qildi. Unda bo'lgandan keyin bu kishini bu oyat, ya'ni aroqni harom qilish degan bu oyat topgan bo'lsa, o kishiniki qishida shu aroqdan ma'lum bir narsa aroq bo'lib qolgan bo'lsa, u odam o aroqni ichmasin, ham uni satmasın dedi Peygamber. Digandan keyin deydi bu Abu Said shuni bilan odamlar yüzüde bo'lgan shu aroqni uyda va kazoyada bo'lsa, aroq bo'lsa, hammasi shu yerga bordi deydi. Madinaning yo'llaridagi nada aroq bo'lsa o'ziga oid, hammasi shu yerga berib, aroqniki hammasini yo'lga mana tüykyapti deydi endi. Yo'lga tüykatgan bo'lgandan keyin bu yerda hech qanday bir narsa setish va kaza bir ish qilishga qat'iy yo'q durust olmaydi deydi. Shuningdek bu yüzde sahabalar yüzniki öylere ve başka yerde boğan barlık aroqlarniki hammasini bu yerda yo'lga chiqib tükyapti deydi endi. Qat'iy ishlatishga bo'lmaydi deb. Shuning bilan bir hadisda Ibn Abbas radhiyallohu ta'ala rivoyat qilgan bir hadis. Endi bu hadisda shuna deydi. Bir odam Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga aroqdan bo'lgan bir qochini, ya'ni bir qoch aroqni so'qqan edi. So'qqan vaqtida Payg'ambar sallam o odamga sen Allah Teala bu aroqni harom qilganligini sen bilmadingmi? Degan vaqtida o odam yo'q, men bilmabman degan. Ibn Abbas shuna deydi. Uni degan bu odam bir odamga pichirlab gap qildi. Gap qilgan vaqtida Payg'ambar sallam o odamga dedi, "Nima deb pichirlab bir narsa deding?" dedi. Degan vaqtida o adam dedi ki, "Men bu odamga endi Alloh aroqni setish harom qilgandiki, buni, ya'ni ichish harom qilgandiki, buni setib deb buyurdim," dedi bu odam. Degan vaqtda Payg'ambar sallam dedi ki, "Jazman Alloh bir narsani ichishni harom qilsa, Alloh uni setishni, tijorat qilishni harom qiladi," dedi. Dedi Ibn Abbas, o adam derhallikqa yana qochini ichib, ash qochidagi narsa hammani olib tükyapti deydi endi. Biz endi bu yerda shu yilki İmam Naviyninki 40 hadisniki, Ibn Jabir ibn Abdullah radhiyallohu ta'alaning hadisiniki o'zini demak, uningda bir qancha hadisni mana naql qilib akilishimizga sabab bu aroqni harom qilishniki mana shakli mushnaqchi bo'lgan.
Anda oğan eken bu hadislardan çıkadı ki, mene araqdan ibaret olan bu haram nersini ve onundan başka her kanda bir haram deb belirtilgen nersini bir adam onunla ticaret kılımen dese ya soda kılımen deb onda kılıdiken bu tüpten haram. Bunu setip ekegen pul mu haram, paydası mı haram, bu kattinin bulmaydı o, dursun olmaydı. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam şuna degen ki Allah Teala bu yerde bir nesini haram kısa, onunki pulunu, setişini bu yerde ne mi dedi? Haram kılıdı dedi. Ana o andayken arahını haram kandayken arahını setiş, setiveriş, yasaş ve onu bir dükkan koyuş, soğuruş, sakıylık kılış, sıkış, sıkıp biriş diyenledek bundak nesiniki hemmisi min haram buludu. Bunu katte setişkici bulmaydı demdi. Peygamber Aleyhisselam yeni bir hadiste şu arahını sık doğucuğa, sık bəgüçüge, yasıqıcığa, yasap bəgüçüge, şundak satqıcığa, setevağıcığa, sorunda mene şu yılıkı arahını onunki kaçıga, bunun kaçıga kuş berdiğen aş işine kalıdığan aşta adam ve onun başka arahının yüzüge. Dep bir kança yani 10 xil adamga mene Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lanetçi bolsun digen. Anda oğandaki bu araqniki haram ekanligi hemmimizge nima o? Enek. Bunun hiç qanday bir özürçü yok. Bunu da ötkenki dersimizde men innallaha men innal halala beyinun vel harama beyinun ve beynehuma umurun müştebihatun diyen hadisninki üstüde bir kadar toxtalgan. Endi bu yerde haram uçuk, halal mı çoğu? Uçuk. Yani aşkar hemmeden bülüd. Neminin halal, nemininki haram ekanligi bu yerde enik hem adamlar bunu çoğu bülüd. Endi bu yerde bilgen deyken bunda bir haram nasininki yüzünü o adam ticaret kılmen dep bunda bir halallık nasik aylandırmen deyiş bu kattin emas o durs emas. İslam dinidan haram bolgan narsa şu qatada arak, to'ng'izning go'shti, yüzülüp qalgan narsa, but ve onundan başka barliq haram narsaniki yüzünü İslam dinida mal demaydi endi. Mal deb hisoblamaymiz. Bu her qanday mu'min, musulmon degan odamniki bu arak, ak, mesela kokain, afyun ve onundan başka nasha, tamaka degan bir narsaga egidorchilik qilolmaydi. Eğer de o adam, bir adam şu narsaniki yüzünü buzvatsa İslam şeriati boyunca onu to'lab bermaydi. Çünkü o mal emas, o haram. Haram bo'lgan narsaniki yüzünü İslam dinida mal demaydi. O necis, paskina, aşı haladiki gendigilikçe o'xshaydi. Haladiki gendini bir adam egi bo'lamagandek, hem onu setip onu bir paydalanishga qat'iy bo'lmagandek, bu narsaniki yüzümü aynen nima o? Haram. Bu qat'iy nima emas o? Duruşçu emas. Bu yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah her kanda bir narsani haram kıladigan onun pulunu haram kıladi deydi endi. Bu yerde umumiylik o zat Peygamber olgandan gepi qisqa onunki mazmuni nihoyatda pek kengrendi. Ana olgandan İslam dinida haram deb bekitilgen her kanda bir narsani bir adamninki ticaret kılışı, soda kılışı, ilim setim kılışı qat'iy durus emas. Bununki karşılık kelgen her kanda bir pul, her kanda bir payda o haram. O adamga halal bo'lmaydi. Bu adam şu narsani yegan bo'lsa haramni yegan bo'ladi. Haramni yegan bo'lgandan keyin haram degan nejisi bo'lgan bo'ladi. Bu adamniki bu sababni qilish orqali kelgan manfaat ve payda yegan narsaning sababi bilan hech qanday ibodat ve amallari maqbulcha bo'lmaydi. Bunu tövbe qilish uchun qat'iy o adam tövbe qilish kerak. Eğer de tövbe qilaman degan rasmiy irodasi bo'lgan bo'lsa, mana haram narsa qilish orqali setish, tijorat qilish orqali kelgan pulning o'zini uniki savobini kutmasdan
hech qanday bir maqsad qilmasdan g'arib miskin ashundaq urullarga berib etib, shu pulniki bir pun chog'lig'i narsa qolmagan bir shart asosida hammani berib etish kerak. Berib atgandan keyin u odam anidiki bu ishni ikkinchi qator qat'iy qilmaydi, tahrir qilmaydi, tövbe qil degan bu bo'ldi. Og'zida, dilida, amaliyotida mushni qilgandan keyin haqqul ibad tarafida bo'lgandan keyin agar ashundaq yondirish imkoni bo'lmasa bandi tarafdan o'chal o'zida uni haqqi berib atadi. Agar u haromdan kelgan malniki o'zi kimdan olganligi, masalan, o'g'irlab oldi deyli, qimir o'ynab oldi yoki riba jazoni qo'yish orqali odam mujdoq oldi u pulni yoki qo'ydi, oldi, go'llidi yoki saxtkorlik qildi. Mushuk qilish orqali kelgan mana har qanday mal mulk, uni mal mulk demaymiz, bu harom. Agar bu odam rasman men tövbe qilaman desa, tövbe qilishniki birdan bir sharti u odam shu malni agar kimdan olganligini bilgan bo'lsa, darhollikqa men shuni yondirib etish kerak. Agar u odam uni bilmaydi ekan, nada kelganini bilmaydi ekan, egisini bilmaydi ekan yoki o'chani o'zida buni mana ashundaq urullarga beradi-da, berganchani o'zida menga savob bo'lamdiki demaydi. Savob degan halal ishni durust mina yo'li bilan topgan, mushundaq emgak bilan topgan nasib qolgan bo'lsa, buni qilish orqali mushundaq hadiya yoki sadaqa, mushundaq xayr ihson qilsa, anadagi savob bo'ladi. Bu odamning qo'l ilikida kelgan haqonchi jiq nasib kesson, haqonchi millionlab pul kesson, bu harom. Buni shar'iy tarafdan buni kambag'al deymiz. Chunki u odam aroq o'ynab, aroq ichi, aroq setib, oq setib, zina, fohishilik qilib, yo o'g'irlik qilib, qimorvozlik qilib, harom yo'lidan topgan har qanday pul bo'lsa, u odamningki mulk emas. Shar'iy tarafdan u. Ya'ni buni u odamning mulki deb hisoblamaymiz. Mulki deb hisoblamagandan keyin agar u odamningki ashunda bir mal bo'lib qolgan, nasib qolgan bo'lsa, mana mal deb og'zimiz chiqatdi. U ashda bir nasib qolgan bo'lsa, bu odamniki gadiniga zakot berish vojib emas. Zakot degan nima? Zakot degan shu zakot beruvchi mu'min musulmonniki mana nisabga yetgan bir mal mulkka ega bo'lish kerak. U ega bo'lgan narsa o'zi mal mulk emas, shar'iyda harom narsa mal demaydi. U mal demaydi u odamga nisbatan. Hem u adamning u harom narsaga egitochilik qilish huquqi yo'q. Unda bo'lgandiki zakat berish u odamga bo'lmaydi. Ya'ni u nima degan gap? Ya'ni u odam zakat berma degan gapning harom narsani harom bilan mushundaq qilma degan gap bo'ladi. Bu hargiz maqbul emas. Shunga bu zakat to'g'risida buning ustida bir qadar to'xtalgandik. Men olimlarimiz shu ma'lum bir rayon, ya'ni Xorason viloyati deb atilgan yerda burungi zamonda shu yerda bir vali va kanayat zolim xalqni qaqti so'qti qilib, deb xalqniki malumkini musodiq boshda qiladi ekan. Shu uchun o'zida olimlarimiz bu valiga ya'ni shu zakat berish durust. Chunki u odamniki qo'lida qancha mal bo'lsa-mu, u o'zining emas, zulm qilib olgan harom mal, u mulk emas, u kambag'al, u namorat degan. Unda o'g'andan keyin har qanday bir odamniki harom yo'l orqali topgan puli, mayli o'g'irlik qilib, yanchuqchilik qilib, oq setib, deganlarda qaq so'qti qilib, aldab, shundoq topgan pullari qancha shundoq oliy mashinalari ya uylari bo'lib ketsin, pul bo'lib ketsinmi, u shar'iy tarafdan hargiz u boy emas. U hargiz u odamning mulk emas, u kambag'al. Shuning uchun mana mushunda bir narsa harom narsa qilib qoladi ekan, u qatti, u tijorat emas, ham savdo emas. Buniki o'zi harom bo'lgan bo'ladi endi. Endi bu yerda harom payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu hadisda 4 xil narsani tilga oldi. Birinchidan mana aroq, ikkinchidan o'lib qolgan narsa, uchinchidan tunguz, to'rtinchidan but. Endi buni qaragan vaqt o'zida mayada haram bo'lgan narsaniki o'zi ikki xil bo'ladi. Birinchisi, ba'zi bir harom narsalar bor. U harom narsaniki o'zi foyda elishda ash narsaning o'zida foydalanadigan. Masalan,
butni epsetip o adam ajdaqan bolsa ağa adamniki yüzü şu butninki yüzüdilla paydalaman deydi. O qav şirik. Yani meni Xudayım deb. Mine bu narsaki yüzü aşındaq narsa olgandan keyin o narsa mayli ayni yo'qolsa yo'qolmasin u katta bu butni epsetip butni yasash, akilish, tijorat qilish, bir yerga hadiya qilish deganlardek bundaq bir ishning mana haqiqiy mu'min, men musulmon degan odamga nisbatan katta nima emas bo'ladi bu yerda durust emas bo'ladi. Bu butni asos maqsadga ish Allah'ı nima qilish bu yerda şirk keltirish. Bu şirk günahning ichidagi eng cho'ng gunoh. Mana bu gunohni Alloh taolo hargiz kechirmaydi. Undan boshqa har qanday cho'ng yoki jiq gunoh olib kelsa odam rasmiy mana tövbe qildi ekan, oldingi darsimizda abrakur deb yutildi. Undaq odamniki gunohini Alloh, ya'ni ayna makan qanday bo'lishni qat'iy nazar mana yuqorqi hadisda Alloh o odamniki gunohini kechirib afu qiladi degan aytishga o'tdi. Unda buni nima qiladi? Bu shirkdan iborat bo'lgan bu butni ep satgan odamniki o'zi bu katta nima u harom. Bu yerda but deganimizda ya'ni ibodat qilaman deb ashu masalan hindi va undan boshqa dillarga e'tiqod qiladigan butparastlar va shuluniki butini epsetish harom. Cho'qindigan butlarni epsetish harom degan gap bo'ldi. Ama bundan başka koçak şekilde kichik bolaniki o'ynaydigan narsa va bu but şekilde uni butqa yani tazim qilaman deb o ağa adam unda qilmaydi bolalarga o'yinchoq deb nima qiladi? Bu chan o'zida agar o odamning maqsadi bu o'yinchoq bo'lgan bo'lsa, o chan o'zida bu nima o unida durust bo'lishi mumkin. Ammo shunda bo'lsa bu shibi bo'lgandan keyin agar ashuna bir ish bo'lib qolgan bo'lsa, buni qilmaslik nima bu yerda afzal. Endi bu ayn yani haram menfaatliş, yani aynı olan narsa but dedik. Butga o'xshaydigan, undan boshqa haram bo'lgan bir qancha meni narsalar cho'q bor. Buni menfaatlish haram bo'lgan. Mesela shirk kitoblari bor. Va ateist kitoblari bor. Mana shirk, ateist islom dinini inkor qiladigan, Allohni inkor qiladigan, nauzubillah Peygamber sana inkar kılıdığan, İslam dini inkar kılıdığan, dinsizlarınki kitabını ilim, setim, kılış, şu dinsizlarınki kitabı nem kılmakçı, İslam dinine karşı tutmakçı. Müslümanların itikadı, ahlakı, muamelesi ve bunu zararçı vermekçi, ziyançı yetkizmekçi. Bunu kılış arkalık bu kitabını, üzerindeki fikri ya ki başka bir kitap olsun, yani bu kılış arkalık Müslümanlarını az durduğun, harlaydigan muşda bir kitaplar olib qolgan bo'lsa, mana bunda bir kitapni meni ilim setim qilish orqali bunda setishniki o'zi bu yerda nima o? Haram. Uningdan boshqa sehr o'rganadigan, sehrgarlik, bid'at, ozg'un qatorliq mushundaq mazmunlarni o'z ichiga olgan mana har qanday bir kitap. Uningdan boshqa un, sin deganlardek mushundaq bir narsani mana ilim setim qilish, ishlash, besish, unga yordam qilish tubdan nima o? Haram. Shuningdek buningki tijoratni qilishninki o'zimi bu yerda nima o? Haram. Bu qat'iy bu yerda durustcha bo'lmaydi. Shuningdek endi bu haram narsaniki ichida haram qilingan suratlar bor. Bo'libmi hozirgi davrdagi ayollarniki qip yalang'och yoki yelim yalang'och deganidek bundaq bir surat nimalar bor? Yani demek şu haram bo'lgan her qanday bir narsaniki o'zini ilim setim qilish. Shuningdek hamda naqsh musikaniki odatlarini setish va uniki tijoratini qilish, yasash, do'kon qo'yishniki o'zi bu yerda nima u? Haram. Bu nima bo'ladi bu yerda? Haram bo'lgan bo'ladi. Bu yerda endi naqsh musikaniki odatlari va gaza kishilarni setishniki o'zi haram dedik. Bu yerda naqsh musikaniki ustida inshaalloh boshqa bir dars olsa u yerda to'xtalishimiz mumkin. Olimlarimiz bu to'g'rida keng doirada ham to'xtaldi. Bundan ikki xil ko'z qarash va yoki uch xil. Birinchisi tubdan hammasi bu musikaniki hammasini harom deydigan. Ba'zilari va qat'iy harom demaydigan, hammasi durust deydigan. Yeni ba'zilari va o'ttira hal yo'lni tutib buniki harom tarafini aniqlab bo'ladi degan tarafini
Onu mene dairenin işi gelip bundaq bir düşünce berdiğin adamlarımız çok var. Anda oğan diken bu yerdeki hem haram diyenlerin hemmesi çok emez. Hem de hemmimizge ma'lum nakşı muzika, muşundaq uyun, tamaşa bayaniki küpüncisinden haram nese mene %98% bu yerde çok boludu. Bu müzikin yüzü bir vas haram olmuşsa bu onun sebep bu qalğanlığı üçün bu yerde alimlerimiz şu bazı alimler bu canın üzerinde bütün muzika ve onun başka adetlerin hemmesini haram dep çok belirtken. Şu katardan diken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de rivayet kılan ameli sahih olsa sahih olmuşsun muşu hadislerini mene delil kılış ve onun başka ayetlerini keltiriş arkalık muşu işlerini çok kan. Bu hem de İslam dinindeki seddü zariye diyen bir usulü var. Yani bu usulü tayandırıp yani asas kırıp bunda haram çok diyen. Yani bazı adamlar var yani haram demeydiğine bu adam emez. Haram demişse hazır ki nakşı müzika ve herkese karapasa bunu haram demeye adam ne mi diye olur demdi. Bu yedin bir türlük alimlerimiz var. Bu yedin haram bulunduğun nakşı müzikili var, bombaydığını var, hatta ubdan bulunduğun tarifideki bu nakşı müzikila ba dep bunda çok karaydı. Bu yedi deyilip atkanı aşındak haram nəsige sebep bulunduğun, şunda sorun sebep bulunduğun aşındak nəsini yasaş ve onu ilim setim kılışınki üzüp bu yedi ne boğan buludu, haram çoğu boğan buludu deydemdi. Şunu da kemdi, bu yedi haram boğan nəsinki üzü, ayallarınki, yat erlerninki aldığı çıkıp, muşundak yüzniki aşı azalarını her yeni kösetkendek muşundak usul oynaşınki üzü bu yerde ne mi o haram. Bundak bir yani şu devrin üzüden usul oynaydıgan mahsus didehler vakende şu didehlerninki yüzünü maniki naksı ubdan ma ubdan usul oynaydı avazı ubdan dev olturup muşu arkalık kanınılgan bir ticaret vaken. Mene bu nesmin şu devrimizde alimimiz bil ittifak hemmesi bu çanımızda haram degen. Eğer bu didehnin üzü bu ağa adam bu yerde nakşı müzikini bu yerde maksat kılmasın onunki mene onunki hizmetini asas kırıp onu mağubda hizmet kıldığı yaşken dep munda kısa uduruz. Ama bu ticari bu eliş jaryanıda bu kız bu ayal didek ayal kul ayal ubdan nakşeti de avaz yaxşı, ubda usul oynaydı diyen maksat da o adam ağam bolsa ya ticaret kan bolsa, mene bu ne boğan buludu, aramço boğan buludu. Şunu da kemdi, hazırki devrimizde her kandak bir adamniki üzü, mene şu nakşı ömek, ya ki şirket kuruş arkalık muşunda bir grupni teşkillep, mene bunu kırış arkalık men, muşunu kesip kılıp, muşu arkalık men pul tapı men, diyen bolsa uçanın üzüden, mesela o grupun işiden, işte ayallar var, şu ayallar yüzü kıp yalıngaç digendek, birini digendek, şunda kılıklarını çok kılıdı. Men muşunda kılış arkalık muşunundan tapkan pulunki üzü bu yerde ne boğan buludu, aramço boğan buludu. Bu kattinim emez, bu yerde doğrusu emez. Mene bu doğruluk Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Umame radıyallahu ta'ala'nda rivayet kılan bir hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cezmen Allah'ım beni bütün alemlerge rahmet ve hidayet kılıp Peygamber kılıp everdi. Mene nakşım muzikiniki sazları, duttaları ve butlarını bütünle yok kılışka Allah beni çoğu Peygamber kılıp müştaçı everdi. Yani cahiliyet devrede ibadet kılıngan butva onu hemmini yok kılışka meni buyurdu deyden Allah Teala. Ana o halde bu yerde deydi Peygamber Aleyhisselam sile mene bu yerde ahırda yine bir kança söz var Peygamber Aleyhisselam'ın meniki Rabbimninki yüzüne kasem kılmen ki menin bendelerimden boğan bir bende arahtım boğan bir oçumni içmeydi o. Eğer içip kalgan bolsa ölgendekin dözahniki utudun ibaret olan bir otni, kızık otni men o adamı üştürmen deydemdi. Peygamber Aleyhisselam'daki hedisi Allah Teala muşta deydi bu hedisi kuduzi diyen gep. Şimdi bu adam bu harahniki yüzüne menin bendemlerdim meninki bendemlerin içinde bir bendem
menden korkup şu arak işini terk etti, arak işini terk etken bolsa, men bu adamni mene Haziratul Kudus'ta mene Havuz Kevser'den ibaret olan bu narsa soğrumen deydi Allah Teala. Ana oğandaki deydi Peygamber sallam. Durust bolmaydı. Bu nakşı eytidigan ayallarını elip nakşı eytidigan dideklerini setiş, seteveriş, öğütüş, ularda ticaret kırış katli halal olmaydı. Ularınki puli aramdır deydi. Bu Peygamber sallam hadisinde. Ana oğandaki her kanda bir adamın ya şirket ya bir adamın muşunda görüp ya şirket kılma ya ki ömek kılma deyiş arkalık bununki beraberdi kelgen her kandak adamın pulu haram endi. Bu haram narsa olgan bolgandan ama erle meselesi de var endi. Erle meselesi kelgen vaqt özüde bu yani bu ihtilat yani ayal arlış meselesi bolmagan bolsa özüniki milli örf adet şekildeki İslam dinindeki uygun muşunda bir usul vakaza bolgan bolsa o durus. Ama bu yada dil vatkını fakat ayallarınki üstüdü dil vat edemdi. Bu katli nememez dursa çünkü ayallarınki yüzü neme o öğret. Öğret oğan boğan diken mene yüzüden kuludum başka yanın emmesi öğret. Öğret oğan diken bu öğret oluştuğu sebep ne için? Ayallar yüzdeki aşıda yerlerini medirtiş ve hakaza kılış arkalık bu yat erkişlerinki aldıda mene şehveti kozgaydığın gap. Bunun bilen andaki zina gibi çok küçük önemli. Köz zinası, kulak zinası, put zinası degende kalp zinası gibi çok çıkıyor. Bunun sebep qoğandaki bu bütünlay neme o ya da haram. Ama ayal erle mesleğe vaqt özüde undaq çok emas. Endi yine Peygamber sallallahu bu mene nakşetkan ayalların üstüde yine didehlerin üstüde toxtulup mene bunu İmam Tirmizi rivayet etgan bir hadis. Sizler nakşı eytidigan didehlerini satmağınlar ve setuvamağınlar. Ulagımı çoğu bunu öğretmağınlar. Nakşın andak eytimiz, mandak eytimiz deyip ondakçı öğretmağınlar. Bularınki ticareti de hiç kanına bir hayriyet yok. Ularınki pulu mene ve semanuhunne haramun. Ularınki pulu nemi doğru? Haramdır degen. Yani bu çağına bu ne değişemdi. Peygamber sallallahu şu devrinin özü de kulluk devri olgan eken bazı adamlar pul tapaman dep aşında nakşı eytidigan usulunu ubda oynaydigan dep aşında usul oynayan aşında didehlen setiliş arkalık mene hazırki devrimize gidek aşında sağlığın ve kazanını kılış arkalık muşunda pul tapadan bir adet şekillengen. Adet şu bat. Mene Peygamber aleyhissalatu vesselam bunu katli nemi kan bunu aram çoğu kan. Bu katli nemi emas o dursemez. Endi bu aram bolgan narsaniki özü mene yada nemi dedik? Bu yada mene bu ayni kep kalgan narsa. Mesela bu kitap, serin kitapları ve ondan başka men nakşe etip usul oynayan didekler dedik. Endi ikkinchisi, endi bunu da deydi. Endi bunu da deydi. Endi erkek kulup kalgan bolsa, erkek kuluniki özü hata işini kıladigan bir kulken, mesela oğurluk kılışka bek ustiyken, yanlışlık kılışka deyli. Ya burunki devredek yoki bo'lmaydi xato ishni qildigan, pash ishni qildiganga bek yomonkan. Anda men buni ala shuning sababi desa, men buniki o'zima bu yerda nima u qat'iy harom. Bu yerda saddi zariya deydi. Shuning uchun bir odam o'ziniki uzum va undan boshqa meyvelerini eğer aladigan adam ya aladigan yani o'zi bu meyveni setib olish orqali aroq chiqaradigan haram narsani ishlab chiqaradigan bir yer bo'lgan bo'lsa, mana undaq üzüm va kaza meyvelerini u yerga setish durust bo'lmaydi deydi olimlarimiz. Bu qat'iy nima emas, o durust emas. Chunki u odam shu haram narsani qilishga odam yordam qilgan bo'ladi. Bu qat'iy nima emas, o durust emas. Yana bir odam deydi olimlarimiz, agar bir odam bir qaçını satgan bo'lsa, setib oluvchi odamning o'zi bu qaçida aroq ichadigan bir qaçı ekan, buni setishgan bo'lmaydi deydi. Unda bo'lganda ekan mana İslam din bir narsani haram qiladi ekan, uningki hamma narsani bu yerda nima qiladi, yerda haram qiladi. Ikkinchi narsa bor. Ikkinchi xil haram narsa, u haram narsaniki o'zi uningki ayni emas. Ya'ni uningki ayni yo'qolib ketsa-mi, uningki ma'lum boshqa tarafdan paylagan narsa. Masalan, bu yerda aroq dedik, yüzülüp qolgan narsa dedik va uni boshqa tunguz dedik hamda. Unda bo'lganda ekan
bu yerda paylagan narsadagi o'zi. Bu yerda o'zi qilmasaqmi, u narsa boshqa bir narsaga aylantirish orqali bunida tijorat qilishga bo'lmaydi. Bunida qat'iy bo'lmaydi. Bu yerda endi üzülüp qolgan narsa ko'pincha bu yerda harom bo'ladi deganlikda ko'pincha yeyish harom degan gap endi. Go'shtni yesan harom degan gap bo'ladi. To'ng'izning go'shtini yeyish harom. Endi bu yerda endi go'shtni yemay u odamniki o'zi, masalan, aroq harom, aroq ichish harom, ammo uni setish-ku. Ana o'ganda ekan uni yemay u odam yo ichmay, uni tijorat qismi u odam yegandek, ichgandek bo'ladi. Bu tubdan nima bu yerda harom. Endi bu harom narsaning o'zida, üzülüp qolgan narsaning ichida, u narsa boshqa bir narsani nima qilish orqali, masalan, ishga yig'van, u narsaniki o'zi buni mana ilm setish qilishniki o'zi nima u yerda harom, u qat'iy dursolmaydi. Endi buningda üzülüp qolgan narsaniki, masalan, terisi bor. Terisini masalan ashlashdan burun harom. Ammo ashlagandan keyin u narsaniki o'zi halollik aylanadi, uni tijorat qilish bo'ladi deydi. Bu haram narsaniki ichida, haram narsaniki bu üzülüp qolgan haram narsaning ichida faqat terisiniki o'ziga qartildi. Bu teriniki halollik aylanishi to'ng'izdan boshqa hayvonotlarning. Ammo to'ng'izninki hech qanday bir narsa, ne tuki, hech qanday bir narsa halollik aylanmaydi. Çünkü Allah Teala bu to'ng'izniki o'zini Qur'oni Karimda rijis dedi. Yani aynen paskin narsa dedi. Yani qazra deydi o, yani genda. Yani genda o'zi dedi. Ana o'g'andikan bu narsaniki hech qanday bir tarafi bu yerda qat'iy nima emas, o halollik aylanmaydi. Durustchu emas. Endi bu yerda üzülüp qolgan narsaniki o'zini ishki yig'i, hamda terisini ashundoq dedik va ishki yog' va hokazo narsa keraklari qolgan vaqtning o'zida bu hadisga asosan uni ishlatishga va hokazo bir narsa qilishga ham qat'iy dursolmaydi. Endi ba'zi olimlarniki deyishcha boshqa bir hadis nimaniki jahdidan bu yerda yeb ichib bundoq qilmagan bo'lsa, agar u odamniki u narsaga ehtiyoji bo'lib qolgan bo'lsa, uni chiroqqa va hokazo bir narsa qilib ishlatsa, ma'lum, ya'ni ehtiyoj bo'lib qolgan bo'lsa, bu durust deb mundaq bir qalaydigan olimlarimiz ko'p bor. Endi bu qarash dadi chiqadi. Bu yerda payg'ambar sollallohu yuqorida degan hadisida la huwa haramun degan so'zi bor. Payg'ambar sollallohu bu yerda deyildiki, bir odam so'rab, "Ya Rasululloh, bu yüzülüp qolgan narsa, ishki narsani biz kemiga va hokazo bir narsaga ishlatamiz. Shuningdek buni foyda olsak bo'lmamdi" degan vaqtimizda payg'ambar sollallohu la huwa haramun. Ya, u harom degan. Mashadamda va degan zimirni nega qaytarishniki masalasida o'lim olimlar bir qancha ko'z qarashga ega. Bu yerda payg'ambar sollallohu yo'q, u harom degani siliningki ashu yiliqi shunda ishlatishninki o'zi. Ya'ni chiroqqa va kaza qilishniki o'zi bu yerda harom degan gap bo'ladi. Anda o'g'anda ekan bu yerdagi zimir ishlatishga harom deb qaytganning o'zida har qanday bir narsaniki o'zini mana uni ishlataman deb ilm setim va kaza qilsa qat'iy nima emas, u durust emas deydi. Ba'zi olimlar bu yerda va degan zimirniki o'zi u setish harom degan gap bo'ladi. Setish harom degan bo'lgandan keyin o'zilib qolgan narsaniki o'zini u odamda o'zi satmay, o'zi ishlatsa, yo kimisi yo bir narsa bo'lib ketdi, yo kimisi yog'laydigan yoki yog' va yoki bo'lmaydi, shundoq bir narsa ishlatadigan mashina bu narsa bo'lib ketdi. Bu chaqniki o'zida bu nim bo'lgan bo'ladi, u halolchi bo'lgan bo'ladi. Chunki u yerdagi zimir setish bo'lgandan keyin satmay u odam o'zi ishlatsa, ya'ni yemay, boshqa shaxsiy ehtiyoji qolgan bo'lsa, u chaqn o'zida bu nima, u harom, bu nima, u durust deb bundoq nima qiladi, qaraydi. Ya'ni ba'zi olimlar uni setish harom, ba'zilar manfaatli harom degan bo'lgandan keyin bundoq sababdan chiqqan gap. Bu yerda va haromundan kelib chiqqan gap. Aslida Alloh taolo har shayini halol qilib yaratgan. Halol qilib yaratgan bo'lgandan keyin uningki harom ekanligi jazma bir nas bo'lishi kerak. Shu nas Qur'oni Karim hadis Rasulullohda anidan keyin u haromlikqa aylanadi. Anda o'g'andagi bu yerdagi olimlarimizniki va degan zimirniki o'zini bu yerda manfaatli harom deb qaratgan vaqtimizda u manfaatli harom degandan keyin savdo qilsak bo'ladi ekan, ilm satim degan gap bo'ladi. Ya'ni uning ichida hammasi harom degan gap. Bu yerda endi bu ishlatish yoki setishning o'zi harom degan manfaatli ish bo'ladi deb bu yerdan o'xshamaydigan mushtaq ko'z qarashlarimiz bor endi.
Endi bunundan başqa haram bo'lgan narsalar bor. O haram bo'lgan narsa, masalan, yirtqich hayvon, uçarlık, ondan başqa. Mesela qaçığı, sa, mesela eğik, yolvaz digeledek. Şuningdek keçi, eshak digeledek. Mesela müşük ish digeledek. Endi bu meselelerning o'zida bu narsa deymi, o haram. Bunu kelgan vaqtning o'zida, ishqi kelgan vaqtning o'zida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'zi mana bu qancha bir hadisi var. İmam Buxoriy va İmam Muslim rivoyat qilgan bir hadis. Mana payg'ambar sallallohu shuna degan. Kasbniki en yamani yani harimi mana fahish kishilarniki tapgan nemisi doğru o puludur. Fahish qilib, zina qilib, o'sha tapgan pul en yaman pul haramning ichida. Shuningdek ishtinki puli va hijam qon oldirib kasb qilib tapgan mushta pul en yaman pul degan payg'ambar alayhissalatu vassalam. Endi bu to'g'riliq bir qancha nemimiz var, bir qancha hadis var. Bu hadisdagi birisida Alloh taolo payg'ambar sallam mushta haram qilgan, ammo uyda baqqan, o'gitilgan ish bo'lgan bo'lsa, uni ishda bo'lgan bo'lsa, uni setishnikki o'zini haram çok qilmadi, buni isloq qilib oldi degan hadis var. Bunuga asosan o'limalarimiz ishni elib setishniki o'zi mutlaq haram, ammo u ishniki u odamga ehtiyoji bor. U masalan u odamniki uyini boqidi, melni boqidi, bundaq bir ish bo'lib qolgan bo'lsa, u chaniki o'zida mana buni ilm setim qilib, bundaq qilishniki o'zi bu yerda nima deydi? Durus deydimdi. Endi bu yerda endi yana payg'ambar yana shuning ichida mana ishni beqish va ishni setish. Endi ishni beqishniki o'zi odam ehtiyoji bo'lgan bo'lsa durus. Masalan, o adam o'gitibdi ishniki o'ziga bir narsa baqidigan qilgan bo'lsa, uchaning o'zi durus. Bunun ichida ba'zi olimlarning deyishicha qat'iy nima bo'lmaydi, duruschi bo'lmaydi deydi. Ana bunun ichida ishni ilm setim qilish asli yiroq yerda bo'lish kerak, bo'lgan chog'ning o'zidami, uyning ichida bo'lmash kerak. Chunki uyning ichida bor uyga firishtachi kirmaydi. Baqqan chog'imiz yiroq yerda beqish kerak. Ana bu yerda beqish durus bo'lganiki, bu yerda ishtinki ashna o'gitilgan ehtiyoj bo'lgan ish bo'lgan bo'lsa, buni epsetib, bunda qilishniki o'zi bu nima u durus deydimdi. Bu yerda üzülüp qolgan narsa qon haram. Qon haram bo'lgan ekan, bu qonniki o'zini ilm setim qilish, shuningdek insonlarning qandoq bir a'zosi bo'lishni qat'iy nazar, buni epsetishniki o'zi nima bu haram. Bu aynan to'nguzniki go'shtini yegandek meni cho bu yerda bo'ladi. Bu qat'iy nima emas, o duruschi emas. Endi shu qatorda mana bir qancha haram narsa var. Masalan, eshak bilan qichi masalasida bu haram bo'lsa-mu, lekin u odamniki uning ehtiyoj bo'lgandan keyin bu ehtiyojga asosan bu insonlar manfaatlanadi. Unda bo'lgandan buningda tijorat qisqa bo'ladi deydi. Ba'zi olimlar bu yerda masalan yo'lvos bilan tijorat qilishga, yo'lvosni epsetishga va boshqa narsalarni epsetishga bo'lmaydi. Shuning qatorida qochig'i, masalan lochin degan bu ucharlikni mana buningdan tijorat qilishga bo'ladi, ammo uniki g'ayrini mana epsetib qilishga qat'iy bo'lmaydi deb bundoq çok qaraydi. Buning ichidan setish yoki durus emas deganlikniki o'zidan u narsaniki o'zi manfaatlanishga bog'liq. Aslida Alloh taolo u narsani mushunda bekor yuradigan, mushunda yaratgan, buni hamda buni egdorchilik qilish huquqi yo'q. Ammo insonlar jamiyati mushunda taraqqiy qilib vakazabisha bo'pti, buningga ehtiyoji bo'lgan, mushunda manfaatlangan bir holat kelgan bo'lsa, uchoqning o'zida bu odam, uchoqning o'zida buni mulkka aylanadi. Mulk aylangandan keyin uchoqning o'zida mana bu haram narsaga bo'lmagan asosda o odam manfaatlish shar'iy yo'l qo'ygan, bunda bir yo'l qo'ygan asosda manfaatlish bo'lgan bo'lsa, uchoqning o'zida uchu bo'ladi. Mesela dengizga bir baliqni bir odamniki tijorat qilishga durust emas. Dengizga baliq olgan bo'lsa, men dengizga baliq men sotdim desa bu bo'lmaydi. Chunki dengizniki balig'i, dengizniki ustidagi dengizdagi baliq hamma odamniki o'rtaq mulk. Uniki kimning qo'li boshda o baliq tekkan bo'lsa, o odam shuningga egdorchilik qila oladi. Bo'lmasa uni g'ayriga egdorchilik qila olmaydi. Bu shundoq narsa. Ana o'g'andan keyin bu haram narsaniki o'zi agar o odamni aşıdan menfaatlandigan, aşında bir ihtiyaç olib qolgan bo'lsa, uni mulkka aylantirish orqali, mana uni ilm setim qilsa, meni bo'ladi deb bunday nima qiladi, ya da
qaraydi. Ammo bu narsaning o'zi, u odamning idisi, axloqi va e'tiqodiga ziyon yetkazgan shakldagi harom narsa bo'lsa, tijorat qilish orqali mana bu narsani qilishga qat'iy bo'lmaydi. Mana aroq masalan dedik, bu aroqni mana ilm satim qilish orqali aşağıda aroq ichadigan odam yo'qmi, aroq do'kon ichib musulmonlarningki axloqini buzib aroq ichtirmoqda qilaman deganlik bo'lib qolgan bo'lsa, bu qat'iy nima? Bu harom. Bu narsa mayli undan narsa bo'lmasa harom bo'ladi aroqniki o'zida. To'ng'izniki go'shimiz shu. Undan o'g'andan keyin biz haqiqiy mu'min, musulmon bo'ladi ekanmiz. Mana bu Alloh taolo nimani harom qilibdi, nimani halol qilibdi, buni aniqcha bilishimiz kerak. Biz endi tijorat qiladigan, savdo qiladigan mushunda bir davrda yashagan bo'lgandan keyin nimaning halol, nimaning harom ekanligi hammamizga ma'lum. Halol noit jiqqan, harom nima oz. Ana o'g'andan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degandek bu ikkisidagi o'ttirsida umur mutashabih va. Ya'ni ba'zi narsalar bir tarafdan halol, bir tarafdan harom. Derhal o adam eğer onuga mana ehtiyoj bo'lsa tashib etish kerak, uni qilmaslik kerak. Uni boshqa jiq yo'lchi yo'lban. Shu narsani mana qilish orqali u odam tijorat qilsa, savdo qilsa, shirkat bilan mana ish qilsa bo'ladi. Endi u odamning uning nemisi yo'q. Ya'ni uni bir yo'l yo'q, endi uni ehtiyoji bo'lib qolibdi. Ehtiyoj bo'lib qolgan bo'lsa, iloji kim bor? Qachonlikqa u odamniki shu ehtiyoji tugaydi. Qachonlikqa u odam uni tashlab bir yo'lga qachonlikqa shunday imkon yaratib beradigan holat bo'ladi. Shuni qadar cho'q qilish kerak. Mashkuk ish bo'lgandan keyin hamda. Mashkukdan iloji kim saqlanish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimiki mana shunday degan, kimiki shunday mashkuk ishdan u odam saqlanib qolgan bo'lsa, o'zining dini va obro'yini saqlagan bo'ladi. Agar unda qilmagan bo'lsa-chi, mashkuk shunday mushtabiy ishlarni qilib, bo'ladi ekan-ku deb uni qiladi, uni qiladi, haromni qilib qilib, anadagi harom bilan buldanıp ketadi, hamma narsa harom shu aylantiryotdi. Anda o'g'andan keyin bundaq mashkuk ishdan sizlar nima qilinglar degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam saqlaninglar degan. Anda o'g'andan keyin biz tijorat qilaylik, savdo sanoat savdo qilaylik, ya bir narsa ishlab chiqaraylik, yasaylik yoki u narsa qorashtirib bir ish qilaylik. Bizdinki shu qilmoqchi bo'lgan ishimizdagi o'zi halolmi, harommi? Buni aniq bilib, anidagi qilishimiz kerak. Uqmay turib ba'zi bir harom narsani qilib qolishimiz mumkin. Bundan nima qilishimiz kerak? Saqlanishimiz kerak. Agar unda bo'lmasa, u namoz o'qigan namozimiz, zakotimiz, u nima, ro'zimiz bekor ketadi. U maqbul emas. U harom yeganlikning o'zi odam bir badani kirib qolsa 40 kungacha u odamning namozi maqbul emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u xolis harom, paskana, so'xt. Ya'ni u harom. Bundan qattiq saqlanishimiz kerak. Mana bu harom narsa qilayvergandek u qara, paskana bo'lgandek u odamning ro'yiga u qara narsa yuqiyvergandek ham narsa qaraga aylanib, halol haromni uqmaydigan ashunda bir kayfiyat, bir xil shakl hosil qiladi. Shunga biz tijorat qildik-ekanmiz, savdo qildik-ekanmiz, yo bir narsa ishlab chiqardik-ekanmiz, yasaydik-ekanmiz. Mana biz shu narsaniki qaysi halol, qaysi harom ekanligiga biz diqqat qilishimiz kerak. Alloh taolo hammamizni mana halol narsadan kasb qilishga, harom narsadan saqlanib, mana Allohningki ko'rsatmasi bo'yicha ma'nodan haqiqiy taqvo muttaqi, olim, muqarrab, mujohidlarningki qatoridan qilsin. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin. إسلامنا هدية من ربنا الرحمن، إسلامنا بنوره أضاءت الأكوان، إسلامنا في هديه همومنا تزاح، إسلامنا كواحة عبيرها قد فاح.